Assalomu alaykum, hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 4-aprel 2025-yil. Xo'p, Tojikistondan klientlarimiz kelishgan. Aytdan aka, Qonibodom. Ro'rob qala degan joyidan. Xo'p, akamiz bizdan soatiga 30 kilodan 50 kiloga chiqadigan universal granulyator olishdi. Roliga aylanadigan. Hozirda bedana bilan o'sha brollerni jo'jasini yemi chiqyapti. Xo'p. Bu granulyatorimiz soatiga 30 kilodan 50 kiloga chiqaradi. 4 kilovatlik roliga aylanadigan 220 da ishlaydigan granulyatorimiz ana 215 ko'rsatyapti. Hozirda brollerni razmeri, ya'ni broller jo'jalarning rost razmeri va bedanalar razmeri chiqyapti. Qo'shimcha yana mol qo'ylar razmerini ham qilib berganmiz akamizga. Undan tashqari bitta super drabilkamiz 4 kilovatligidan va bitta universal drabilkamiz 4 kilovatligidan xarid qilishdi. Kimga shunaqangi granulyator va drabilkalar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavkalarimiz bepul. Hozir kundagi narxi $600, qo'shimcha razmeri $100, $700 olishdi buni. Bu 4 million 200 ming so'm 4 kilovatligimiz. Undan so'ng universal drabilkamiz, bu ham 4 kilovatli, bu ham 3 million 300 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavkamiz bepul. Akamiz hozir Tojikistondan kelishgan, o'zlari hozir olib chiqib ketishyapti. Kimga shunaqangi mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazarchilarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.